"Urush bizni yomon ahvolga soladi", deb javob berdi u. Va qimmatbaho sovg'alar bilan Sulaymon alayhissalomga elchilarni yubordi. Elchilar uzoq yo'l yurib, Sulaymon payg'ambarning saroyiga yetib kelishdi. Ular qimmatbaho sovg'alarni, olmos, zumrad va marvaridlarni sandiqlardan olib oldiga qo'yishdi. Ammo Sulaymon payg'ambar ularning birortasiga ham boqmadi. Elchilar juda hayratda qolishdi. Axir kim bunday qimmatbaho sovg'alarga qaramasligi mumkin edi? Sulaymon payg'ambar ularga: "Agar siz quyoshga sig'inishni to'xtatmasangiz, quyosh va boshqa barcha yulduzlar Robbi Allohga iymon keltirmasangiz, yurtingizga qo'shinim bilan boraman", dedi. Va u sovg'alarni qabul qilmadi. Ularni elchilar bilan qaytarib yubordi. Elchilar o'z malikalari huzuriga kelganlaridan so'ng nimalar bo'lganini birin-ketin aytib berishdi. Ular Sulaymon payg'ambarning aqllari hayratda qoldiradigan boyligi haqida gapirib berishdi. Va uning muhtasham saroyi va yana qudratli qo'shini, askarlari, odamlar va hayvonlardan iborat bo'lgan lashkari haqida aytib berishdi. Bilqis ularga aytdiki: "Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Men o'zim Sulaymon bilan gaplashishim kerak. Shubhasiz, u shunchaki shoh emas. Men uning kimligini bilishim kerak." Darhol tayyorgarliklar ko'rildi. Saba malikasi katta bir karvon bilan yo'lga chiqdi. Bilqisning juda qimmatbaho taxti bor edi. Yo'lga chiqishdan oldin uni bir xonaga kirgazib, hech kim kira olmaydigan qilib quflashni buyurgandi. Va u xona qat-qat qilib bir necha eshiklar bilan mahkamlanib, qulflab tashlangandi. Sulaymon payg'ambarga Bilqisning yo'lga chiqqani xabari yetdi. Malika kelishidan oldin uning taxtini kim menga keltira oladi, dedi. G'ayrioddiy xususiyatlarga ega bir ifrit ismli jin men olib kelaman, dedi.